Hörmetli radio anlıqçı dostlar. Anlavatqanыңlar Fransiya yazğıçısı Jules Verne'nin Şinjan Güzel Sanat Fotosurat Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Yer şarını 80 gündə aylanish nomli əsəri. Seksen günde yer şarını aylanıp sayahat qilish hargizmi mumkin bo'lmaydigan ishlar. Efendim, Iroqqa boramdiq. Biz chuqur dal vaqtida paraxodga chiqa olamiz. Chatoq bo'ldi, biz so'linib qoldik. Ularning sizni tutishi chuqur men sabablik bo'lgan. Fog efendim, bu sayohat planingizga nihoyat foydasiz bo'ldi-da. Shundaq, biz yer sharini aylanib sayohat qilamiz. Markaz xalq radio stansiyasining adabiy anglitish programmasi Kitobxumar azizlarimiz uchun. Bir 1872 yılı Bornington Gölü'ndeki Sever Ko'chasi 7 numurlu qo'rida Philia Fogg ismli bir kishi turadi. Sheridan 1816 yılı Mush qo'rida olamdan o'tgan. Philia Fogg azaldan boshqalarning diqqatini tortgudek bir ish qilib boqmagan. Biroq Fogg apandim isloh klubining a'zosi. Ham bu sharafli tashkilotdagi eng aloyida kishilarni o'ziga eng jalb qilgan bir a'zo. Philia Fogg apandim ilgari Angliyada kuchli ta'sir qo'zg'agan ulug' notiq Sheridanning o'rnini elib, mazkur qo'rining egasiga aylangan. U nihoyat sirliq, tushungil bo'lmaydigan shaxs. Hech kim uning kelib chiqishini bilmaydi. Kishilarning bildig'ini uning xushchiroy, oliyjanob, Angliyaning yuqori qatlamiga tava mo'tvar ekanligidan iborat xolos. Ba'zilar uni bayroqqa o'xshaydi deyishadi. Amaliyotda onun bayramga o'xshash soqol buritgan. Ammo Fogg apandimning tutqili noyatimi bejirim. U eg'ir besiq bayramning o'zi bo'lib, 1000 yil yasasimi qiyirmaydi. Philia Fogg Angliyalik, ammo Londonlik bo'lishi notayin. Kishilar pul muomala bozori, banka yoki savdo magazinlarida uni ko'rib boqmagan. Londondagi har qanday bir port yoki pristanda uning egitarchiligidagi bir kemimi to'xtab bo'lmagan. Bu arbob qonun bilan haydashib yurmaydi. Odamlar umiki yoki to'rt qonunchilik jamiyatida azaldan uning nomini ko'ngil bilmaydi. U azaldan sud yoki o'rnida hatto moliya mufattish mahkamasida da'volashib boqmagan. Yana kelib u sanoat bilan yezi egiligi bilan shug'ullanmaydi. Sud qatorli ishlardan mustasno. Ondan başka Fogg efendim ilmi cemiyeti qatorliq cemiyetlerine qatnashmaydi. O hünervatchilik cemiyetiga qatnashmagan. Shundoqla garib adabiyotchilar cemiyeti yoki qonunchilar cemiyetining a'zosi emas. Ilm va san'at birlashma yig'inining faoliyatlari bilan aloqasi yo'q. Sizi ilmiy jamiyatdan tortib ziyonlash hasharotlarni yo'qotish maqsad qilingan hasharot ilmiy jamiyati degandek turli tashkilotlarning biriga tava emas. Philia Fogg faqat va faqat isloh klubining bir a'zosi. Ba'zi kishilar bu sirliq arbobning qanday qilib qimmatli isloh klubining a'zosi bo'lib qolganligidan g'alitlik his qilishi mumkin. U Borin jamiyatidagilarning tunishtirishi bilan bu klubga a'zo bo'lgan. Aslida Fogg apandimning Borin Akfkula bankasiga qo'ygan nihoyat nurg'un puli bor bo'lib, uning hisobotida mangu pul uzilmaydi. Barliq muomala hamisha chekni ko'rib pul chiqim qilish shaklida bo'ladi. Shunga bankada xeyli yuqori inovatga ega hisoblanadi. Shuningdan qaraganda Fogg apandimning nihoyat puldor kishi ekanligini ko'rib olish tas emas. Uning bu boyliqlarga qanday erishganligiga kelsak, quliqi xeyli uzun kishilarmi buni bir nima deb bermaydi. Buni faqat Fogg apandim o'zini bilishi kerak. Qandaqli bo'lishini qat'iy nazar Fogg apandim azaldan buzib chechib isrof qilmaydi. Ham piqsiqlik qilmaydi. Biroq mehr shafqat faoliyatiga xarajat kam bo'lib qolsa, u hamisha pul chiqarib yordam qiladi. Hatto nomini yushirib, pul iyon qilganligini boshqalarga bilindirmaydi. Qisqasi, u kishilar bilan quyuq munosabat qilishni ancha xolib ketmaydigan, kam so'z, turmushi tartiblik, qoida yo'sinli odam. U sayohat qilganmi? Ehtimol shundoqdir.
Chunki hech kimning dunyoning jug'rafiyasi to'g'risidagi bildiganlari Fog apandimdek mo'l bo'lmasi kerak. U hatto noiti chat yoqidagi joylar to'g'risidami pishiq biladi. Qoida u oddiy, ixcham bir necha eg'iz gapi bilanla klub ichida tarqalib yurgan sayohatga chiqqan kishilarning yo'ldan oldishib qolganligining xatoligini ko'rsatib, nima sababdan shundoq bo'lganligini aytib beradi. Shundoqla ba'ayni 1000 chaqirim yiroqlikdan ko'rib olgandek deganlari hamisha to'p-to'g'ri bo'lib chiqadi. Qarmoqqa bu kishi hamma yerdan bir qitim, hech bo'lmaganda xiyolda bo'lsa-mu bir qitim o'ylanib chiqqandek qiladi. Albuki jazmlashtirishga tegishli bir ish bor. Ko'p yillardan beri Fog apandim Londondan ayrilib boqmagan. Ta'liga uni ko'proq tushunadigan kishilarning tasdiqicha, u har kuni shu tuz yo'lni bo'ylab uydan klubga qarab mangdi. Onundan boshqa yerda Fogni ko'rganlar yo'q. Gez ko'rish ham o'yist o'ynash uning birdan-bir ish pushqini chiqaradigan faoliyati. U doim pul utib oldi. Utib olgan pullarni o'z cho'ntagiga solmay, hammasini yaxshi ishlarga, mehr-shafqat faoliyatlarga iyon qildi. Biroq shuni aytib o'tish kerakki, uning qarta o'ynashi pul uchun emas. Qarta o'ynash uning uchun bir maydon urush, bir maydon mushkulat bilan baslashishdan iborat. Shunisi bu qo'lput harakat qildigan, yo'tkildigan, charchaydigan urush emas. Fog apandimning xotin bolalari ham yaqin do'st birodarlarining yo'qligini ko'pchilikning hammasi bildi. U Sevir ko'chasidagi turalg'usida yolg'iz turdi. Azaldan bir kishimi uning uyiga yo'qlab borgan emas. Uning kundalik turmushi to'g'risida hech kim gap eshitib boqmagan. Bir xizmatkor uning holidan xabar asli yetarlik. Fog apandim tushlik va kechlik tamoqini o'z vaqtida klubdagi muqim bir oshxonaning muqim bir shirasida yeydi. U azaldan birasini mehmon qilgan yoki kutib olgan emas. Fog apandim odatda soat 12 dan keyin ondan uyiga qaytib uxlaydi. U isloh klubidagi a'zolar uchun maxsus tayyorlangan isil yotoqni ishlatmaydi. Fog apandim bir kunda 10 soat uyida bo'ladi. Uydagi chog'larda uxlaydi yoki yunatdi. Klubdagi chog'da sayl qilish to'g'ri kelsa-mu, hamisha naqshlik pul yotqizilgan zal ichida bir qilibdan mang'atdi yoki koridor yaqilib oston mang'atdi. Koridorning to'risi aynakdan chiroyli bezalgan bo'lib, qizil chipar toshdan yasalgan Ioniya uslubidagi 20 tal to'rik terib turadi. Navoda u kashlik yoki tushlik tomoq yemoqchi bo'lsa, klubning tomoqxonasi tomoq shirasiga mo'l yemekliklarni yetkazib berdi. Putiga yumshoq chamlik oyoq, qora rangli kiyim kiygan klub kuchuvchisi salmoqlik bilan saksida ishlangan sifatli salfetka qo'sh astarlangan oliy darajalik farfor qochiqchilarni tizib qizg'in kutib oldi. Seriya arqi, port uzum arqi akilib berdi yoki qo'zoq darchin, kompi oniya yoki darchin chilangan atirgul arqi uning tetib yiqishiga har vaqt tayyor. Ariqlar klub xos alayda kristal rumkalarga qo'yildi. Fog apandimga yetkazilgan ichimliklarning yangi ham ta'mining eselligiga kapolat qilish uchun klubning muz parchalari Amerika qit'asining ko'llaridan elib kelingan bo'lib, to'shchaqi noit qimmat edi. Navoda mushunda qilib yashaydigan kishilarni g'alati kishilar desa, hargiz ortiq ketmaydi. Sevir ko'chasidagi turalg'u garchi oliy darajalik sanalmasa-mu noiti rahat edi. Yana kelib uy egisining uzoqdan davomlashib ketayotgan turmush odati go'yo soatga o'xshaydi. Xizmatkorning qildigan ishimi ko'p bo'lmaganlikdan Fog apandim xizmatkordan o'rinlashtirilgan xizmatlarni to'p-to'g'ri ham tartibli qilishni talab qiladi. Ikkinchi oktyabr kuni Fog apandim James Fostni ishdan bo'shatdi. Chunki Fog apandim soqol elib o'tib, xizmatkor tayyorlagan suv temperaturasining oralla 46 gradus ekanligini, 48 gradusga yetmaganligini payqab, bu xizmatkorni almashtirib etish qaroriga keldi. James Fost yangi xizmatkorning kelishini saqlash kerak edi. Qoida bo'yicha yangi xizmatkor soat 11 bilan 11:30 oralig'ida yetib keladi. Fog apandim yo'lanchiklik o'rindiqda o'ltirib, putlarini cho'plab, paratni ko'zdan kechiratgan kishidek qo'llarini tizig'iga qo'yib, qadini roslab, beshini ko'tirib, tomdagi soat istiralkisining yo'tkelishiga qaraganicha yangi xizmatkorni saqlamoqda. Bu bir murakkab tam soati bo'lib,
minut sekundni ko'rsatgandan boshqa yana cheslonni ko'rsatib beralaydi. Soat 11dan 30 minut o'tganligini bildirib qo'ng'iroq chaldi. U odati bo'yicha dal mush chaqda uydan ayrilib isloh klubiga qarab mang'atdi. Bu chaqda biraylan eshik chekdi. Eshikdan ilgirki xizmatkor James Fost kirib keldi. Yangi xizmatkor keldi. 30 yoshli Chamsdagi bir yigit mehmonxonaga kirib, Foga pandimga ehtirom bildirdi. Siz Fransiyalikmi? İsmingiz Johnmi? deb so'radi Foga pandim. Kechiring apandim. Mening ismim Jian, laqabim Master. Bu mening tug'ilishimdanla turli ishlarni bir taraf qila oladiganligimni bildirdi. Men o'zimning nihoyatda samimiy kishi ekanligimga ishonaman. Men jahongazli naqshchi bo'lgan. Serik umkida bo'shliqda mahorat ko'rsatish ortisi bo'lgan. Yana tantarbiya turniri bo'lib, o'z qobiliyatimni to'liq namoyon qilganman. Ilgari Parijda o't o'chirish atritining ismini boshqa bo'lib, bir necha qaytimli xatarlik o't optini beshimdan kechirgan. Men nurg'un ishlarni qilib boqqan. Jahonning hamma yerida kezib yurgan kishiman. Endi xo'jdarlikning ta'min etib, jon dilim bilan xo'jayinimga xizmat qilishning ko'nglimga pishdim. Sizning Angliya bo'yicha mukammallikni talab qiladigan, jimjitlikni xohlaydigan odam ekanligingiz menga ayon. Men sizning uyingizda bir kishilik tinch xizmatga erishib, o'tmishni, hatto master degan bu laqabni unutib, xotirjam yassamkan degan umiddaman. Men masterga ehtiyojliq. Sizni boshqalar tavsiya qilgan. Men sizning ortiqchiligingizni bilaman. Ammo siz talbimni bilamsiz. Bilaman apandim. Nihoyat yaxshi. Hozir soatingiz necha bo'ldi? Master balxaltisidan yo'g'on bir dona kumush soatni chiqarib javob berdi. 11dan 22 minut o'tdi. Sizning soatingiz 4 minut keyinda qoldi. Ammo hech qisi yo'q. Bu farq esingizda bo'lsin. Hozirdan boshlab, ya'ni 1872-yili 2-oktyabr soat 11dan 29 minut o'tgandan boshlab siz mening xizmatkorim bo'ldingiz, dedi. Foga pandimning gapi tugadi. U qaddini ruslab, shilapsini apchilik bilan kiygandan keyin uy chiqarmasdan mehmonxonadan chiqib ketdi. Birdamdan keyin Master cho'ng darvozaning so'langan ovozini anglab, Foga pandimning dal vaqtida eshikdan chiqqanligini bildi. Keyindala yana bir ovoz anglandi. Ilgirki xizmatkor James Fost yuk taqisini yig'ishtirib manga edi. Hozir bu hashamatli qo'roda Master o'z yolg'iz qoldi. Shubhisizki, deb o'yladi Master taajjublangan holda. Tesut xonimning uyida uchratgan yaxshi chaq apandim, hozirgi yangi xo'jayinim bilan o'pma o'xshashgan emasmi? Bu yerda shuni eskartib qo'yish kerakki, Tesut xonimning uyidagi yaxshi chaq apandim degini momdan yasalgan haykal bo'lib, Londonda xili ato'rinlatdi. Uning gap qilamag'inini demaganda xuddi terakdakli ko'rinadi. Qisqagina bir necha minut uchrashishdan keyin Master yangi xo'jayinini inchki dangsab ko'rdi. Uni tafsili kuzatdi. Foga pandim taxminan 40 yoshlar atrofida. Qad-qomati kelishgan. O'riq ham egiz. Peshonasi kang, oq yuzlik, tishlari ratlik, salobatli kishi edi. Foga pandim nihoyat yaxshi tarbiya ko'rgan bo'lib, oz so'zlab ko'p ishlaydigan kishilarga tipik aloyliklarga ega, tamkin, sovuqqon, ko'zlaridan nur chaqnab turadigan eg'ir besiq kishi edi. U Birlashma podshohlikda doim uchraydigan salmoq, o'ziga ishongan tipik angliyalik bo'lib, Angelisa Kaufmanning moyir qalamda sizib chiqilgan pishiq o'lmalarga o'xshaydigan angliyaliklarning tipik vakili edi. Uning har bir harakati aniq bo'lib, kishilarga ish qilganda puxta, eg'ir besiq ta'sir beradi. Leroy yoki Erenshowning sekundomerga o'xshash qilchilik xatolik sodir qilmaydi. U to'g'riliqning namoyandasi edi. Buni uning putqo'llarini ishiltishidan aniq ko'rib bo'ldi. Chunki odamlarning putqo'limi hayvonlarga o'xshash hissiyatni ifodalaydigan a'zolardan iborat. Philip Fogg tartib bo'yicha ish qiladigan odam. Azaldan o'diqmaydi, hamisha tayyorlik qiladi. Azaldan bir qadamni ortiq yoki kam qilmaydi. Azaldan ortiq yo'l yurmaydi. Har doim eng yaqin yo'lni tanlaydi. U hargiz to'g'ri qarab qo'ymaydi. Kichikgina bir harakatni ortiq qilmaydi. Kishilar azaldan uning jiddiylashganligini, o'diqqanligini ko'rmagan. U dunyodagi eng salmoq odam. Shundaqdimi u bir haqiqatmi ishni oqsib qo'ymagan.
Biroq ko'pchilik uning jamoatdan ayrilib tana yashayotgan, hech qanday ijtimoiy munosabati yo'q kishi ekanligini bildi. U turmushda kishilar bilan aloqa qilganda so'rkilish bo'lganligini, so'rkilishning ishini oqsitib qo'yganligini obdan bildi. Shunga u hech kim bilan so'rkilib qilishni xohlamaydi. Hammaga qodir masterga kelsak, u sepi o'zining fransiyalik. Angliyada kishilarga xizmatkor bo'lib 5 yil ishlagan bo'lsa-mu, ammo ta hozirgacha bir muvofiq xo'jayinini topolmagan edi. U hargizmi filmdan yoki maskallarga o'xshash odam emas. Bunday kishilar maydisini kerib yuradigan, yasalma, kishilarga so'q nazarda qaraydigan, amaliyotda bir tiyinga arzimaydigan muttahamlardan edi. Lekin master turist odam bo'lib, turqi kishining omroqligini keltiradi. To'limi muloyim, illiq ko'rinadi. U ko'zlari ko'p-ko'k, yuzi anardek qip-qizil, bastalik, doim cheniqib turg'achqa muskullari ching, kuch-qudrati to'lib toshgan kishi bo'lib, qo'ng'irrang chachlari doim tariqsiz turadi. Navoda qadimki Moyer haykaltarash Minervaning 18 xil chash tarash usuli bilan selishtirganda, master faqat uning birini biladi. Ya'ni chashlarni uyoq-buyoq qilib o'tibla ishini tugatadi. Salla diqqat qilgan kishi uning hissiyotini o'ng'ayli oshkorlaydigan mijozning Philip Fogg apandi bilan mos kelmaydiganligini ko'ra oladi. Ondaqda master hamma ishni kam kuchsiz o'rlashtirishni talab qilgan kishining xizmatini qila olamdi yo'q. Buni qarab yiqib bir nim deyish kerak. Ko'pchilik ayanki u yosh vaqtida sarson sargardonlikda yurdi. Endi orom olishni o'ylaydi. U kishilardan angliyalik arboblarni tetimliq, sovuqqandab maqtaganligini anglab, bu yerga kelib talay sinab boqmoqchi bo'lgan. Afsus, hech kimning uning bilan kori bo'lmadi. Hozirgacha hech qanday yerda yildiz topolmadi. 10 oyda ishlagan bo'lsa-mu, bu xo'jayinlarning hammasi g'alita, tutomi yo'q. Uyan-buyan shapashlab yuradigan kishilar bo'lib chiqdi. Ular masterga muvofiq kelmadi. Uning eng oxirgi xo'jayini yosh tuvan palata a'zosi Densferi apandim bo'lib, kechki doim oy bozoridagi ustarisa qavoqxonasiga boradida har navbat soqchi uyiga akilib qo'yadi. Master xo'jayiniga yaxshi bo'lsin deb, uni hurmatliga asosda yuraklik bilan bir necha eg'iz nasihat qilib, xo'jayinining ochig'ini keltirib qo'ydi. Shuning bilan iste'fo so'rab qaytib chiqdi. Dal mushundaq chaqda u Philip Fogg apandimning bir xizmatkoriga ehtiyojli ekanligini angladi. Master bu arbobning ahvolini bir aqir surishtirgandan keyin uning noiti qoidalik yashaydiganligini, sirt qo'nmaydiganligini, safarga chiqmaydiganligini, o'z uyidan bir kunmi ayrilmaydiganligini bildi. Shuning bilan uni izlab keldi. Soat 11:30dan keyin master qo'ro ichida yolg'iz qoldi. U atrofni kuzatishga boshladi. Yarasti uydan toki boloxonagacha hammasiga bir qur qarab chiqdi. U bu yerdan noyita rozi bo'lgan bo'lib, xo'shal ko'rinadi. Bu uy pokiz bo'lganda sirt yana ozoda va rohat edi. Master bu qoroni va ayni bir chiroyli qulol qepida his qildi. Bu gaz bilan yoritilgan va isitiladigan qulol qepi bo'lib, uyni yoritish ham isitishga kerakli gaz yetarli ta'minlanadi. U noiti tezla 3-qavatdagi o'ziga berilgan hujurni topdi. Uy ichiga to'qqingiroq va ovoz yetkazgich o'rnatilgan bo'lib, yuqori tovan qavatlardagi uylar bilan aloqalashqil bo'ladi. Tam o'choqning ustida Fogg apandimning hujursidagi soat bilan sekund farq qilmaydigan tam soat qo'yilgan edi. "Bo'ya yaxshi ekan. Bak yaxshi bo'ldi", dedi master o'z-o'ziga. Master tam soatining yenda bir jadvalning chaplanganligiga, ustiga Fogg apandimning soat 8da o'rinda turib, toki 11:30da uydan ayrilib, isloh klubiga manganga qadar bo'lgan kundalik faoliyatining yozilganligini ko'rdi. Atigan soat 8dan 23 minut o'tganda choy va bolka tayyorlandi. 9dan 30 minut o'tganda soqol elishga suv tayyorlandi. 9dan 37 minut o'tganda choch yasildi. Tushdan burun soat 11:30dan apandim uxlaydigan vaqtgacha ishqilib qilishga tegishli barliq ishlar bu jadvalga tafsiliy aniq yozilgan edi. Master hammani bir-birlab ko'ngli pukdi.
Öydeki kiyim ishkobining ichi turli kiyimlarga liq to'lgan bo'lib, har bir kiyimga nomer qo'yilgan. Nomerlarning hammasi o'xshashla tizimlash xotirasiga tushirilgan edi. Qaysi kuni, qaysi kiyim, qanday oyoqni kiyish to'g'risida qattiq belgilama bor bo'lib, hammasi xotirga tafsili putilgan edi. Yig'inchoqlaganda Sevir ko'chasidagi bu turalg'u ilgari nomi joniga pur ketgan, ammo qoida yo'sin bilan kori yo'q, sheridan turgan chog'da noit qilingan edi. Hozir hamma narsa o'z joyida saramjonlashtirilgan edi. Klubda kutubxona bo'lg'achqa, bu turalg'uning ichida kutubxona hatto bir parcha kitob ko'rinmaydi. O yerda ikki kutubxona Fog apandimga mulozimat qiladi. Biri adabiyot san'at kutubxonasi, yana biri qonun va siyosat kutubxonasi edi. Hujr uyiga noit puxta bexatar saqlash sandiqi qo'yilgan bo'lib, o'g'irlikdan va o'tdan saqlanadi. Uydan hech qanday qo'ral topilib bo'lmaydi. Hamma narsa xo'jayinining tinchligini xohlaydiganligini ifodalab turadi. Master bularning hammasidan noit rozi bo'ldi. Tafsili kuzatgandan keyin olqonlarni bir-biriga surkigunicha kulib turib aytdi. Yaxshi bo'ldi. Bu dal men kutgan vazifa. Men endi Fog apandim bilan yaxshi hamkorlashib, tinch turmush kechiraman. Uning taqdirqi va endi bir mashinaga o'xshaydi. Men uchun bu mashinaning oldi xabar olmoqdanmi oson ish yo'q. Tushdan burun soat 11:30da Fog apandim dal vaqtida uydan chiqdi. Uydan isloh klubigacha uning o'ng puti so'l putining oldida 575 qitim yo'tkaldi. Sol puti o'ng putining oldida 576 qitim yo'tkaldi. Klub bir cho'ng binoning ichida bo'lib, bu bino Bog'mol ko'chasida qad ko'tarib turadi. Bunday binoni selishga oz degandimi 3 million funt sterling ketadi. Fog apandim odil oshxonaga qarab yo'l oldi. Oshxonaning 9 qanotli derazasi chiroyli bir bog'chaga qaraydi. Bog'chadagi daraxt yo'pirmoqlari allaqachon oltindek seriq rangga kirgan edi. U odati bo'yicha ko'na joyga kelib o'ltirdi. Shiraga qoch-quchilar tizib qo'yilgan edi. Dastlabda u bir taxsi salat, bir taxsi dumlab pishirilgan beliq go'shi, bir taxsi kala go'shi ko'pi, yana bir parcha pishloq yedi. Tamoqdan keyin bir necha stakan choy ichdi. 12 dan 47 minut o'tganda Fog apandim o'rnidan turib zalga qarab mangdi. Zal noit hashamatlik bo'lib, nafis rasm ramkalarga elingan rasmlar bilan bezalgan edi. U amdala zalga kirishiga kutkichi tegib pichdi buzilmagan Times gazetini akilib berdi. U odati bo'yicha gazetning batlarini varaqlashga boshladi. Bu xeyli qo'l tutadigan ish edi. Ammo uning harakatlari abjil bo'lib, qo'ni o'qirmay ekanligi chiqib turadi. Fog apandim bu gazetni toki 3 dan 45 minut o'tkicha ko'radi. Bayroq gazeti dal mushu vaqtda yetkaziladi-da, kechki tomoq vaqtiga ko'radi. Kechki xizani tushlik tomoq bilan selishtirganda Angliya yuqori qatimdagilarga tava asal qo'shilgan meva ortiq edi. Kechki tomoqdan keyin soat 5 dan 40 minut o'tganda u yana bir qaytim zalga qaytib kirib, kunlik sahar gazetini zihin qo'yib o'qib chiqatdi. Bu kuni ilgirgiga o'xshashla yarim soatdan keyin isloh klubining bir necha a'zosi zalga kirib keldi. Ularning hammasi Fog apandimning ko'na hamrohlari bo'lib, qarta maslanlari edi. Ular injener Andrew Stuart, banker John Sullivan, Samuel Falantin, piv sodagari Thomas Flanagan, yana texi davlatlik banka mudiriyatining bir mudiri Gitoir Ralph apandim bor edi. Ular puldor ham nomba kishilar bo'lib, klub a'zolarining ichidagi moliya, sod sanoat sohasidagi yuqori darajadagi arboblar edi. Bugun ular ko'rishibla bir banka bulash delosi to'g'risida so'zlashib ketdi. Ey Ralph, heliqi banka bulash delosi qanday bo'lib ketdi? Dedi Thomas Flanagan. Hay, qanday bo'ldi? Bank cho'ng chiqimlar bo'ldigan bo'ldi-da. Dedi Andrew Stuart javob berib. Menimcha bu o'g'rini cho'qim tuta olamiz. Amerika qit'asi va Yevropadagi barliq muhim eg'izlarning hammasiga razvedkachi o'rlashtirildi. O'g'rining qonti bo'lsa-mu qechib ketolmaydi. Dedi Gitoir Ralph apandim. Bu to'g'riliq bir yipichi bormi? Deb so'radi Andrew Stuart. Oldi bilan tushuntirib qo'yay. U o'g'ri emas. Dedi Gitoir Ralph astoydillik bilan.
55 ming fond sterling o'g'irlagan kishi bu o'g'ri hisoblanmamda? Shundoq. Acaba o karxonchimi? deb so'rdi Jon Sullivan. Kundalik sargezdi uni bir mo'tvar deb jazmlashtiribdi. Bu gapni qilgan kishi dal Filia Fogg apandam edi. U gezitdan beshini ko'tarib ko'pchilikka ehtirom bildirdi. Ko'pchilikmi salom qaytardi. Angliya gezitlarining qiziq munozaraga salgan bu ish 3 kun ilgari, ya'ni 29-sentabr yuz bergan bo'lib, 55 ming fond sterling naqd pul Angliya davlatlik bankasi boshqa sirning pokidan o'g'irlab ketilgan edi. Mushundoq zo'r o'g'irlik tilosi darvaqa shundoq oson yuz berdi. Shundoqla kishilarni qattiq hayron qoldirdi. Bankaning muavin lideri bu ishga ayniqsa kassir 3 yilning 6 penni pulni sanatgan edi. U hamma yerga qarashga yetish bo'lmaydi-da deb tushuncha berdi. Biroq bu yerda bir ishni aytib o'tish kerakki, kishilarning ishonchisiga erishgan Angliya davlatlik banka xaridorlarning kishilik qadr-qimmatiga shartsiz ahamiyat beradiganday qiladi. Bu bankada ya bir amalli qo'g'dovchi, ya bir ham darvozman yo'q. Hatto kassirning pokigimi temir reshatka o'rnatilmagan. Oltin, kumush, pullar xohlagancha tashlab qo'yilgan. Xaridor xohlagancha tutib ko'radi. Anlaşılan qaraganda ilgari bir mo'tvar kassirning pokining ustiga eg'irligi 7-8 qadoq kelgan cho'qi oltin qo'yganligini ko'rgan. U kishi qiziqib oltinni qo'liga elib ko'rgan. Ham boshqalarning ko'rib beqishiga bergan. Oltin qo'ldan qo'lga o'tib toki koridorning qorong'u bo'longacha borgan. Yarim soatdan keyin ondan bu oltin o'z joyiga qaytarib kelingan. Bu yarim soatda kassir bir aqidami beshini ko'tarib qarab boqmagan ekan. Biroq 29-sentabr kuni bir kallak g'oya zo'r so'mliq pul elib ketilganicha qaytirib joyiga qo'yilmagan. Ishdan tushadigan chog'da Angliya davlatlik banka bu 55 ming fond sterlingni foyda ziyon isjotiga xotirlab qo'ygan. Bu diloni o'g'irlik dilosi deb jazmlashtirishga tamoman bo'ladi. Bir turkum sarxil dilo mutaxassislari taraf-tarafga Liverpool, Glasgow, Suayish, Berendisi, New York qatorliq joylarga chepishdi. Bu diloni kim pash qila olsa, shu 2000 fond sterling mukofotga erishadi. Uningdan boshqa o'g'irlangan pulning 5% suyunchi qilib beriladi. Razvedkachilar taraf-tarafga qotirishib, bu o'g'irni tutishga tirishayotdi. O'tgan ko'chganlarga mixdek tikilishadi. Afsus, kundalik sargezda aytgandek kishilar bu dilo Angliyadagi har qanday bir o'g'irlik guruhiga tava emasda paras qilishga tamoman sabab topa oladi. 29-sentabr yurishtirish joyida xarakteri o'zgacha bir mo'tvar dilo yuz bergan naq maydonda paydo bo'lgan. U tijorat salda xili uzoq turgan. Tekshirish natijasida hozir bu kishining tashqi qiyofat oloydiliklari aniqlanib, Angliya ham Yevropa quruqligidagi barliq soqchilarga yetkazildi. Qolisi sagak bir necha kishi bo'libmi ularning ishidagi Getoy Ralph bu o'g'irni qochib ketamaydi deb qaraydi. Kishilar hamma yerda bu dilo to'g'riliq so'zlashadi. Bu ish Londonda, hatto butkul Angliyadagi navbatdagi eng qiziq parang temasiga aylanib qolgan edi. Kishilar bas-basda munozir qilishadi. Poytaxt soqchi mahkamasining diloni pash qilish qilinmasligini talishib, quloqlarigacha qizirib ketishadi. Shunga isloh klubining a'zolarining bu masalani munozir qilishi hayron qolarlik emas. Chunki davlatlik bankining bir muavin liderimi ularning orasida bor. Muhtaram Getoy Ralph bu diloni tekshirishdan bir natija chiqmaydi desa toza qo'shilmaydi. Chunki u katta mukofot berilsa, razvedkachilar zehnini yig'ib jon tikib ishlaydi deb qaraydi. Ammo uning do'sti Andrew Stuart bu ishga unchalik umidvorlik bilan qaramaydi. To'xtab qolgan bas munozara qarta ustalda yana boshlandi. Ular qarta o'ynaydigan sharani cho'rda o'ltirishdi. Stuart Filanganning o'dildagi o'ringa joylashdi. Valentin Filia Fogg apandimning o'diliga keldi. Qarta o'ynayotgan chog'da ular talash tortish qilmaydi. Bir qo'l ayog'ilishib nomer hisoblanganda bo'lsa, munozirasini qaytadan jiddiy tarzda davomlashtiradi. Bu o'g'ri qochib ketdi. Meningcha, u noiti chaqqon odam, dedi Andrew Stuart. Bo'ldi qiling. U nagim qochib bora oladi. Hech yerga qocha olmaydi, dedi bank mudiri radio berib. Yo'q gap. Sizcha u nega qochib ketadi? Bilmayman. Qandoqli bo'lsin, yer shardi bordigan ya ko'p, dedi injener qoyil bo'lmay. U degan burunqi gap, dedi Fogg apandim past ovozda.
Arqadala o tayyorlangan kartını elib, pivo sodageri Thomas Flanaganға uzatdi. Növbət siz keldi. Kartı o'ynalayotganda munozir to'xtab qoldi. Ammo Stuart uzoq o'tmayla yana gap ko'childi. Nima? Burungi gap? Ajba hozir yer shari tarif qaptimi? Dedi Stuart g'udrab. Albatta shundoq. Mening qarshim Fok apandi bilan o'xshash. Yer shari haqiqatan tarif qoldi. 100 yil avval bilan solishtirganda hozir yer sharini bir aylanib sayohat qilish ilgarikin 10 astis. Mana bu mazkur deloni pash qilish sur'atini tezlatadi. Eliqi o'g'ri qassimi, o'xshashli bu qulaylikdan foydalana. Qarta tush navbatingiz keldi Stuart apandim. Dedi Fog apandim. Ammo joyida Stuart apandim qoyil bo'lmadi. U bir qo'l qarta tugagandan keyin gapini davom qildi. Shuni e'tirof qilishingiz kerakki, yer shari kichikildi deganlik mo'naqil deb qo'ygan gaplar. Hozir 3 oyda yer sharini bir aylanib chiqilib bo'lg'achqa, siz shundoq ta'otsiz. Faqat 80 kun. Dedi Fog apandim. Banker chidab turmay gap qistirdi. Apandilar, amaliyotda haqiqatan shundoq. Hindiston yerim orli temir yo'lining bo'ligida poyezd qatnagandan buyon yer sharini aylanib chiqishga faqat 80 kun vaqt ketgan bo'ldi. Qaranglar, bu kundalik sahar kezdida besilgan vaqt jadvali. Londondan paraxtdan poyezd bilan Suvash bog'icha 7 kun. Suvashdan paraxtda Bombayga bog'icha 13 kun. Bombaydan poyezd bilan Kalkuttaga bog'icha 3 kun. Kalkuttadan paraxt bilan Jungo Shanganga bog'icha 13 kun. Shangangdan paraxt bilan Yaponiyaning Yokohamaga bog'icha 6 kun. Yokohamadan paraxt bilan San Fransiskoga bog'icha 22 kun. San Fransiskodan poyezd bilan New York shahri bog'icha 7 kun. New Yorkdan paraxt bilan Angliyaning London shahri kelguncha 9 kun. Jami 80 kun. To'g'ri, 80 kun. Biroq ular nachar havorayi, qor bo'ron, paraxot qachilisi, poyezdning relisidan chiqib ketishi qatorliq turli kelishmasliklarni hisoblashni unutib qolgan. Bularning hammasi nazarga elingan. Dedi Felia Fog apandim oldirmay qarti tashlagancha javob qaytirib. Bu qitimqi munozara o'yist o'ynaganda paran qilmaslik qoidasiga rioya qilishga ulgurmay qoldi. Injener yana qudrashga boshladi. Safarda bulonchilar relisni buzitdi, poyezdlarni to'sib, yuktoqlarni bulaydi. Bularning hammasini o'ylashganmi? Shundoq, hammani hisoblagan. Dedi Fog apandim bir jup ko'zlarini ustalga tashlagach. Injener qartini tarqitib o'tib. Fog apandim, nazariya jihatdan qaraganda aytganlaringiz o'rinliq, ammo amaliyotda qig'ili bo'lmaydi. Amaliyotda faqat 80 kunlik kupoya Stuart apandim. Apandim, sizning qanday qilmoqchi bo'lganligingizni bilib boqim keldi. Men sizga qarashliq. Xolsingiz birga yo'lga chiqaylik. Bo'ldi, meni tilganman. Ammo men buningga 4 ming funt sterling tikiman. 80 kunda yer sharini aylanib sayohat qilish hargizmi mumkin bo'lmaydigan ishlar. Men ishonmayman. Dal aksicha, tamamen mumkin. Bo'pti, undaqda do'tik shaylik. Meni 80 kunda yer sharini aylanib chiq demakchi, shundaqmi? Top-to'g'ri. Men qo'shildim. Siz qachon yo'lga chiqmoqchi? Darhol yo'lga chiqaman. Siz elishib qapsiz. Bo'ldi, biz yanli qartimizni o'ynaylik. Dedi Andrew Stuart vaqirab. Qarshi tarafning qat'iyligi uni bizar qilgan edi. Qaytadan tarqitding, qartini xato berib qo'ydingiz. Dedi Fog apandim. Andrew Stuart sal titrab turgan qo'li bilan qartini oldi. Ondan tuyuqsiz chiraga qo'yib dedi. Ma'qul Fog apandim, shundoq bo'lsin. Men 4 ming funt sterling tikiman. Hurmatli Stuart apandi, o'zingizni besib oling. Bu faqat chaqchaq-ku. Tikishgan. Bu mundaqil deb qo'ygan gaplar emas. Ma'qul. Mening 20 ming funt sterling pulim Barin Akfkula bankasida saqlanliq. Men bu pulni tikishga rozi. 20 ming funt sterling? Olmadingiz bir ish chiqib qilib, kechikib qolsangiz 20 ming funt sterling yo'q bo'ldi degan gap. Qiyos qilib bo'lmaydigan ish mavjud emas. Dedi Felia Fog apandim oddiy javob qaytirib. Afsus Fog apandim, 80 kun degan bek qisqa vaqt emasmi? Joyida bo'lsa, eng qisqa vaqtmi yetarlik. Fog apandim, dal vaqtida poyezddan tushib, dal vaqtida paraxotga chiqish kerak-ku. Paraxotdan tushibla daral poyezdga chiqsangiz, ondan vaqtdan utalaysiz. Men poyezddan paraxotga, paraxotdan poyezdga dal vaqtida kechikmasdan olmishaman. Bu chaqchaq qilgan ish emas. Men do'tik ishdigan bunday ishlarga hargiz chaqchaq qilmayman.
Men jazman 80 kun ichida yer sharini bir qaytim aylanib chiqaman. Bundaqcha aytganda 1920 soat, ya'ni 115.200 minut ichida yer sharini bir qaytim aylanaman. Men 20.000 fond sterling pulimni doğu tikaman. Qani, kim doğu tikidi? 5 nafar hamroh birdan maslahatlashgandan keyin javob berdi. Biz siz bilan chiqamiz. Ma'qul. Men bugun kechda soat 8:45 minutda Do'yirga boradigan poyezd bilan yo'lga chiqaman. Siz bugun kechda yo'lga chiqmoqchimi? Shundaq. Dedi Philia Fogg. U yanada elib yuradigan kalendarga bir qarab o'tgandan keyin so'zni davom qildi. Bugun 2 oktyabr chorshanba. Men 21 dekabr shanba kuni kech soat 8:45 minut o'tganda Londonga mush klub zaliga qaytib kelaman. Apandilar, bu 20.000 fond sterling pulning cheki. Navoda men o'z vaqtida qaytib kelamsam, bu pul sizlarga tava bo'ldi. 6 kishi do't tikishganligi to'g'risida tilxat yozib imzolarini qo'yishdi. Philia Fogg night tamki edi. Onun do't tikishi pul o'tish uchun emas. Onun 20.000 fond sterling, ya'ni yerim boyligini chiqarib do't tikishi uning oldin ko'rarligini isbotlaydi. Bu qarshi tarafning puli bilan amalga oshirish mumkinchiligi nihoyatda kichik bo'lgan to'liq jafoliq planni o'rnamoqchi. Uning raqiblari bir-biridan hayajonlangandek ko'rinadi. Bu hayajon hargiz do't kelgan pulning ko'pligidan emas, balki mushunaq shart bilan do't ekanlikdan sal oromsizlanadi. Bu chaqda soat 7 ga dang urdi. Qarta o'yinchilar o'ynashni to'xtab, Fogg apandimning tayyorlik qilib olishini taklif qildi. Men tayyorlanib bo'ldim, dedi tamkin vujudi ishonchga to'lgan bu arbob qarta tashlab. Men g'ishdim. Stort apandim. Navbat siz keldi. Fogg apandim bugun 20 shillingdan ko'proq pul utib olgan edi. U 7 dan 25 minut o'tganda hamrohlari bilan xo'shlashib isloh klubidan ayrildi. U o'z uyining darvozasini ochganda soat 7 dan 50 minut o'tgan edi. Masterning o'chirsiga chaplangan jadvalga asosan Fogg apandim dal soat 12 da uyiga qaytdi. Master xo'jayinining baldırla yenib kelganligini ko'rib, intayin hayron qoldi. Philia Fogg apandim ustingi qavatga o'chirsiga kiribla xizmatkorni chaqirdi. Masterdan sada kelmadi. Chunki vaqt to'shmasa uni chaqirmaslik kerak edi. Master. Philia Fogg apandim ovozni o'zgartmay yana bir qaytim chaqirdi. Master kirib keldi. Men sizni 2 qaytim chaqirdim. Hozir tex soat 12 bo'lmadi, dedi Master soatiga qarab. Bilaman, sizni ayblaginim yo'q. 10 minutdan keyin Do'yirga qarab yo'lga chiqamiz. Fransiyalik bu yigitning chiroyidan hayron qolayotganligi chiqib turadi. U hech nimani tushunmay qolgan edi. Apandim, Yeraqqa boramdiq. Shundaq, biz yer sharini aylanib sayohat qilamiz. Masterning ko'zlari choniqidan chiqib ketgudek darajada yo'g'on echildi. Bilaklari bo'shishib, sangilab, og'zini ochgancha apandimga qarab turib qoldi. Ziyoda hayronlikdan jemi a'zolari qimirlab ketgandek bo'ldi. Yer sharini aylanib sayohat qilamiz demsiz? Shundaq, 80 kunda yer sharini aylanib chiqamiz. Shunga 1 minut vaqtimiz isrof qilsak bo'lmaydi. Yuk taxlachi, deb so'radi Master ixtiyorsiz beshini lang'ishitganicha. Ziyoda yuk taqmo lozim emas. Safar sumkasi bo'lsa yetarlik. 2 dona popayka, 3 jup paypoq elib olsangiz bo'ldi. Lozim bo'lganda yo'ldan setib olamiz. Mening yomg'irlik chapinim va safar adilimni tayyor qiling. Yana puxta tikilgan bir jup oyoq elib olishni unutib qolmang. Ammo biz piyoda noyta ozmangimiz yoki mangmaymiz. Tez bo'ling. Master bir narsa demoqchi bo'ldi-yu, og'zidan chiqaramadi. U o'jirsiga qaytib kirib, o'zini o'rindiqqa tashladi-da, fransiyaliklar doim ishiltadigan bir jumla gapni qildi. Hoy, mavishni ko'raman. Men teg'i tinish kun kechiramankin deb o'ylab ekanman. U noiloj tayyorlik qilishga boshlandi. 80 kunda yer sharini bir aylanib chiqish. Acaba bu sarangning chaqchiqimidi? Do'yirga borsimi, Kallesga borsin bo'ladi-ku. Mayli qayaga borsin, bu samimiy yigit u yerdan bezor bo'lmaydi. Chunki u o'z davlatiga berib boqmoqqa 5 yil bo'ldi.
balkim yurti Parijga berishi mumkin. Albatta, shu vaqtda u qaytadan o'z davlatining poytaxtini ko'rishga muyassar bo'la oladi. Albatta bundoq kamdidor mo'tibar Parijda turib qolamdi texi. Shundoq bo'ldi. Afsus, azaldan uydan chiqmaydigan bu arbob bu qitim Iroqqa safar qilmoqchi. Soat 8da Master oddiy safar tayyorligini bitkizib, o'zi va xo'jayinining kiyimlarini safar xaltasiga qochildi. Ondan bearam holda uydan chiqib, eshikni qulflab, Fog apandimning yeniga qarab mangdi. Fog apandim tayyorlanib bo'lgan edi. U qo'ltiqiga Beratshov tuzgan Yevropa quruqligidagi poyezd paraxod qatnash qo'llanmasi nomli bir kitobni qistirib olgan edi. Bu kitob ularning safar jarayonida zarur bo'lgan barliq ahvollardan ta'min etadi. Fog apandim Masterning qo'ldan safar xaltasini elib, eg'izini ochdi. Ondan ichiga cho'ng bir bog'lam naq pulni tiqdi. Bu pullar dunyoning har qaysi joylarida ishlab yuradi. Siz bir narsani unutib qolmagansiz, deb so'rdi Fog apandim. Hech nima unutilmadi apandim. Yomg'irlik kiyim bilan safar adiyilchi. U xaltada. Yaxshi, safar xaltasini ilib oling. Fog apandim safar xaltasini Masterga uzatdi. Diqqat qiling, xaltada 20 ming fon sterling pul bor, dedi Fog apandim to'liqlab. Safar xaltasi Masterning qo'ldan tushib ketgili tasliq oldi. Xalta uninga bayini ichiga 20 ming qadaq oltin qachilangandek eg'ir bilindi. Ular qo'rodan chiqib, ishga qulib soldi. Sevir ko'chasining beshida bir payton bekiti bor. Felia Fog apandim bilan Master bir paytonga chiqib, Charling Kiros vokzaliga qarab ushqandek yurib ketdi. Vokzal sharqiy janub temir yo'l tarmoqining oxirgi bekiti hisoblanadi. Soat 8dan 20 minut o'tganda ular tushgan payton poyezd vokzalining oldida to'xtadi. Fog apandim bilan Master paytondan tushib, paytonkashning haqqini berdi. Bu chaqda bir tilamchi ayol jul-jul kiyingan bir bolni agashtirib kelib, Fog apandimdan pul tildi. Fog apandim qart so'rinda utib olgan 20 shilling pulni chiqarib, hammasini heliqa ayolga uzatib dedi. "Elang, japokash xonim, sizni uchratganimdan to'liq xushalman." Master bu istashlikni ko'rib, ta'sirlanganligidan yig'ilib etishga ozliq qoldi. Xo'jayiniga bo'lgan o'rimtimi hassilab ochdi. Ular ikkisi poyezd kutish zaliga kirib keldi. Fog apandim Masterga Parijga boradigan poyezdning oliy darajalik o'rin biletidan setib olib kelishni aytdi. Ondan burilib isloh klubidagi 5 nafar hamrohini ko'rdi. Ular Fog apandimni uzatishga kelgan edi. "Apandilar, men yo'lga chiqaman. Qaytib kelgandan keyin sizlar pasportimga har qaysi davlatlarning viza tamg'isiga qarab, mening yer sharini aylanish yo'limni naqlashtirsanglar bo'ldi." Fog apandim. Buning hojati yo'q. Sizning inovatga ahamiyat beradigan odam ekanligingizni bilamiz. Yanıla tekshirib ko'rganinglar durus. Qachon qaytib kelganligingizni unutib qolgansiz, dedi injener uni eskartib. 80 kundan keyin, ya'ni 1872-yili 12-oyning 21-kuni shanba kech soat 8:45 minut o'tganda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Fog apandim bilan xizmatkor 8:40 minut o'tganda poyezdga chiqib o'rinlashdi. 8:45 minut o'tganda poyezd dal vaqtida qo'zg'aldi. Poyezd kechi qo'yinda ushqanda ketayotmoqda. Sirtda simsim yomg'ir yig'yotdi. Fog apandim sukutga cho'mgan bo'lib, Master naqpul seningan safar somkasini ostiga mahkam besib o'ltiratdi. Biroq poyezd texi saytamdan chiqmay turibla, to'yiqsiz Master umidsizlangan holda vaqirib tashildi. Fog apandim nima bo'lganligini oldira so'rdi. Master duduqlig'incha: Men oldirishchilikda kallam qiyib unutib qaptiman. Nimani unutib qapsiz? Uydagi gaz o'choqni etib o'tishni unutib qaptiman. Ha, ishingizni. Qaytib kelgandan keyin gaz puli sizning hisobingizga yozildi, dedi Fog apandim so'g'uqla. Fog apandim Londondan ayrilganda uning safari shu onla g'oyat zo'r g'ulg'uli paydo qildi. Uning yer sharini 80 kunda aylanish to'g'risida hamrohlari bilan duo tikishganligi noiti tezla isloh klubida tarqalib, klubdagi hurmatga sazovor mo'tavarlarning qalbini zilzilga selibdi. Ondan muxbirlar bu xabarni noiti tezla gazetlarda xabar qildi. Butkul London hamda barliq angliyaliklarning hammasi bu ishdan xabar topdi.
Hamma kishi bas-basda munozaraga tushib, yer sharini 80 kunda oylanish masalasini qizg'in muloyiza qildi. Ba'zi kishilar Fog apandimni qo'lladi, ba'zilar qarshi turdi. Muloyiza bara-bara yuqori to'lqinga ko'tarilib, jiddiy ham qizg'in bas-munozara kayfiyati shakllandi. Ular bu og'izda shar olganlik, bu qisqa vaqt ichida hozirgi qatnash qurollariga tayinib 80 kunda yer sharini oylanish mumkin bo'lmaydi qolmay, balki aqldan ozg'inlik deb qarashdi. Times gazeti, Bayroq gazeti, Kashlik gazet, Kundalik sahar gazeti va boshqa 20 necha gazetning hammasi birlashib, Fog apandimga qarshi chiqib, Fog apandimni g'alati odam, sarang deb qarashdi. Faqat Kundalik Telegraf gazetilar Fog apandimni qo'lladi. Ular yana Fog apandim bilan do'd tikishgan yiliqi 5 kishini ayblab, ularning mukallasida chatoq bor dedi. Gazetlarda har kuni bu masala bilan munosabatlik jiddiy, ammo logikaga uyg'un turli maqolalar e'lon qilinib turdi. Angliyada jo'grafiyalik masalasiga chetishliq ish bo'lsa-la, kishilar odatdan tashqari havas qilib ketadi. Mayli qaysi qatlamdagi o'qirmanlar bo'lsin, hammasi Fog apandimning yer shari sayohati to'g'risidagi maqolalarni yoqtirib o'qiydi. London rasmiy xabarlar gazeti Isloh klubining ta'minlashiga asosan Fog apandimning suratini e'lon qilgandan keyin yurakli kishilar bo'libmi ayollar Fog apandim tarafda turdi. Ular Fog apandimning g'alaba qilganligiga qat'iy ishonadi. Ba'zi arboblar yana buning qig'ili bo'lmag'idek nari bor. Biz bunodimi alayli ishlarni ko'rgan deyishdi. Bunday gapni qilganlarning ko'pinchisi Kundalik Telegraf gazetining o'qirmanlari edi. Biroq kishilar bu gazetning noyat tezla qarashini o'zgarganligini bayqashdi. Yaxshi kunlar uzoqqa bormadi. 7 oktyabr Xon jamiyati Jo'g'rafiya ilmiy jamiyatining jurnalida bir parcha uzun maqola e'lon qilinib, 80 kunda yer sharini oylanaman deyish nervisi adashgan odamning ishi deb dalilladi. Maqolada mundaq deyildi. Bundoq safarni tamomlash uchun savallik ko'rinmasligi talab qilindi. Qaysi vaqtda yo'lga chiqib, qaysi vaqtda qaytib kelishda qilchilik xatolik yuz bermasligi kerak. Afsus, bundoq mumkinchilik mavjud emas. Yevropada oraliq qisqa bo'lg'achqa poyezd kechikib qolmasligi mumkin. Biroq poyezd Hindistonni kesib o'tib bo'lg'chilar 3 kun ketadi. Amerika cho'ng quruqligini to'g'risiga kesib o'tish uchun 7 kun ketadi. Mushunaq ahvolda yo'lovchilar qandaqmi vaqtni inchga hisoblab erkida tuta olsin. Yana kelib mashina kashilisi, poyezdlarning relsdan chiqib ketishi, poyezd so'qilish, nachar havo rayi, qor yomg'ir yig'ib yo'llar etilib qilish qatorliqlar Feliafogning rayiga baqami. Qish faslida ajba paraxot dengiz bo'rni va quyun tumanning bo'za qilishiga uchirmasmi? Eng yaxshi okean kezar paraxotlarmi doim 2-3 kun kechib qelyotadi. Faqat birli qaytim paraxotga ulguramasa, keyin qaytimligini saqlashga to'g'ri keldi. Oldin berib qo'ygan bu bir necha soat vaqt ularning planini uzil-kesil mag'lub qilishi mumkin. Bu maqola shu an g'oyat zo'r aks ta'sir paydo qildi. Fog pay chekining bahosi shiddat bilan tushib ketdi. Feliafogning ismi go'yo bir payga etining nomidek tunilib ketdi. Pul muomala bozorida Fog ismli pay cheki paydo bo'ldi. Kishilar bu payni ko'p edib setib, noyat qizib ketdi. Fog degan pay bir mazgil shuhrat qozondi. Ammo u yo'lga chiqib 5 kun bo'lganda Angliya Xon jamiyati Jo'g'rafiya ilmiy jamiyatining jurnalida e'lon qilingan bir parcha uzun maqola bu payning taqdirini o'zgartib, bahosini biroqla tushiribdi. Kishilar Fog payini asli pay bahosining 20%, 10%, 5%, 2%, 1% bo'yicha to'kma qilib setishga boshlandi. Ilgari Fog apandimni qo'llaganlar taraf-tarafdan qarshi tarafga o'tib ketdi. Fog apandim tarafda birlik kishi qoldi. Ya'ni yerim palash bo'lib qolgan Albi Mardi ismli kishilar Fog apandimni qo'llayotdi. Yo'lanchiklik o'rniqda o'ltirdigan bu oliyjanob mo'ysbit barliq bisotidan ayrilib xonavayron bo'lib ketsa-mu, ham 10 yil vaqt ketsa-mu, yer sharini bir qitim oylanib chiqishga rozi edi. U Fog apandimning yangilaydiganligini jazmlashtirib 5000 fond sterling pulni to'g'ri tikdi. Kishilar uningga Fog apandimning planining ahmoqlik, qo'riq avorchilik ekanligini aytganda, u navoda bu ishni qila olsa, birinchi bo'lib o'rnagan kishi bir angliyalik bo'ldi. Buni qayg'urish ketmaydi dedi. Afsus, ahvol bargan sari yomonlashib, ilgari Fogni qo'llagan kishilarning hammasi uningga qarshi turadi. Bularning davlisimi yo'q emas. Safar boshlangan 7-kuni o'ylangan bir ish bu payni bir tiyinga arzimas qilibdi.
Shu kuni kechki soat 9da London soqchi mahkamasining boshlig'i bir telegramma topshirib oldi. Bu telegramma Süveyş'ten Londonga yo'llangan bo'lib, mazmuni tovandikicha. Shotlandiya soqchi mahkamasining boshlig'i Rowan apandimga. Men bankadan pul o'g'irlagan Fogning iziga tushdim. Tezdan Bombayga tutish buyruqi avatdim. Razvedkachi Fekis. Bu telegramma gazetga besilgandan keyin butkul Angliyani ilgari ko'rilib boqmagan zilzilaga silvatdi. Fog apandimdak bundoq mo'tabar banka o'g'irlagan o'g'irga aylanib qoldi. Kishilar isloh klubidagi Fogning suratiga qayta qarashib, uning qiyofatining soqchi idorasi tartgan o'g'irning tashqi qiyofati bilan o'xshashligini bayqashdi. Kishilar birdilla esini yig'ib, Fog apandimning turmushining nima uchun sirliq, xarakterining nima uchun tanoliqi moyliqini tushungandek bo'lishdi. Onun bu qitimqi Londondan tuyuqsiz ayrilib, yer sharini aylanib sayohat qilishi, do'tikish bilan haqiqiy ahvolni yoshirish faqat birla ish uchun. Ya'ni u Angliya razvedkachilardan o'zini qochirish uchun deb qarashatdi. Philia Fogg apandimga chetilgan telegramning ishi asli mundaq bo'lgan. 9-oktyabr kuni kishilar soat 11da Süveyş'ga yetib kelgan Mongoliya nomli savdo paraxodini saqlashyapti. Bu bir Süveyş kanalini kesib o'tib, Berendisi bilan Bombay oralig'ida qatnaydigan navbatchi paraxod bo'lib, Sharqiy Hindiston shirkatiga tava Burmisman piropellerlik, yenik palobiliq, to'mir qabliq, par turbanliq tez yurar paraxod edi. Onun eg'irligi 2800 tonna, harakatlantirish kuchi 370 ming watt. Berendisidan Süveyş'ga mangandagi normal surati soatiga 10 dengiz mili. Süveyş'ten Bombayga normal ahvoldagi surati 9,53 dengiz mili edi. U doim bu suratdan tez mangadi. Paristonda 2 kishi uyoq-buyoq manguncha Mongoliyaning kelishini kutmoqda edi. Ilgari bu shahar kichik bir bozor bo'lib, Lesbos apandimning haybatli qurilishi bitgandan keyin parlaq taraqqiyot istiqboliga ega bo'lgan. Yerlik ham chet-ellik nurg'un kishilarni o'ziga jalb qilgan. Bu ikki kishining biri Birlashma podshohlikning Süveyş'da turishliq konsuli. Angliya hukumatining qanday to'g'riliq qiyosi ko'ngilga qanchalik g'ashlik serishdan ham injener Stephensonning farzcha qanchalik qo'rqinchli bo'lishidan qat'iy nazar, bu konsul har kuni bir qism Angliya paraxodlarining bu kanalni kesib o'tayotganligini ko'rib turadi. Bu kanal ilgirki umid tumshug'idan aylanib, Hindistonga boradigan manzilning yarmini yiqilatgan edi. Yana birisi do'liq kishi bo'lib, qaramoqqa zerak, nero mijozda ko'rinadi. Qo'shimisi ching turilgan bo'lib, ko'zlaridan nur chaqnaydi. Ammo u ko'zlarini maqsadli xunuklashtira oladi. Hozir o'naydi titildayotdi. U yoq bu yoqqa mangadi. Aramsizlanadi. Bu kishining ismi Fekis. Angliya Davlatlik bankida o'g'irlik delosi yuz bergandan keyin Angliya nurg'un razvedchikini dunyoning har qaysi joylaridagi cho'ng portlarga delo bejirishga avatgan. Fekis shularning biri. U Süveyş portiga avatilgan bo'lib, Angliyadan Süveyş'ga mangan paraxodlarni kuzatdi. Navoda bir gumonliq odam bayqilib qolsa, uning iziga tushadi. Ham Londondan kelgan tutish buyrug'ini saqlaydi. 2 kun burun Fekis o'g'irning tashqi qiyofati tasvirlangan material topshirib oldi. Materialda o'g'irning salobatli kiyingan bir katta mo'tvar ekanligi aytilgan edi. Fekis delo pashqilangandan keyingi mukofotga mahliya bo'lib qoldi. U o'g'irni o'z qo'li bilan tutishga bel bog'ildi. Shunga bu yerda taqatsizlik bilan Mongoliya nomli paraxodni saqlayotdi. Konsul janoblari, bu Fekisning ikkinchi qitim so'rashi edi. Siz paraxod kechikmaydi demoqchimi? Xotirjam bo'ling Fekis apandim. Undaq bo'lmaydi. U oqshom Said portiga yetib keldi. 160 kilometrlik kanal bu paraxod uchun hech nima emas. Sizga aytdim. Hukumat baldir yetib kelgan paraxodlarning har bir sotkisi uchun 25 fond sterling mukofot puli berdi. Mongoliya har vaqt mukofotga erishadi. U bevosita Berendisdan kelamdi. Shundaq. U Berendisdan Hindistonga avatilgan pochta yo'llanmalarini qochilab, shanba kuni tushdan keyin soat 5da yo'lga chiqdi. Shunga oldirmang. U noyati tezla yetib keldi. Lekin siz tutmoqchi bo'lgan odam mush paraxodda bo'lgan taqdirdami, qo'lingizga o'sha ozg'in materialga asosan uni qanday tuniy olasiz? Bu odamlarni tunishda ko'zga tayinish kifoya qilmaydi. Men asosliq sezgimga tayinaman. Mundaq aytganda o'tkir farqlantirish iqtidorimga tayinaman. Umrimda bundaq arbobdan nechin tutganman. Shunga u mushu paraxodda bo'lsa qo'limdan hargiz qochib ketolmaydi. Shundaq bo'lishini tilayman Fekis apandim.
Chunki bu bakli cho'ng deyil ekan. Shundoq, nihoyat cho'ng deylo. 55 ming funt sterling emasmi? Bundaq cho'ng deyloga biz doim yo'liqib turmaymiz. Hozirgi o'g'irlarning hammasi ishni kichik doirada ilib bordi. Spartga o'xshash cho'ng o'g'irlarning nasli qurib ketdi. Hozirgi o'g'irlar hamisha necha yildan uchun darg'a isiladi. Feks apandam, sizga qoyilman ham chin ko'nglimdan sizga utuq tilayman. Biroq samingizga sep qo'yay. Hozirgi ahvolda bu bakli tasish. Sizga avatilgan materiallarga qaraganda u noiti ravrs odamda qildi. Siz buni o'ylab baqdingizmi? Konsul apandim, cho'ng o'g'irlarning qiyofati hamisha ravrs odamdek ko'rinadi. Mening asosiy vazifam dal mushundoq mo'tavar siyoqqa kirib olgan kishilarning abdi bashirisini echib tashlashdan iborat. Men bu ishning tasdig'ini e'tirof qilaman. Bu ish hozir kasb emas, balki bir san'atga aylanib qoldi. dedi Fekis to'lib toshgan ishonch bilan. U bu so'zlarni qilayotganda manmanchida ko'rinib ketdi. Port bora-bora ovotlashib, har qaysi davlatlardan kelgan matroslar, savdogarlar, vositachilar, ammonlar pristonga qarab oqdi. Mongoliya yetib kelishga oz qolgan edi. Havo nihoyat yaxshi edi, lekin sharq shamli chiqayotgachqa bir oz sovuq bilinadi. Atrofdagi egiz binolar shahar osmonda qad ko'tarib turadi. Janub tarafda 2 kilometr uzunlikdagi to'sma Suvaysh kanalining port qo'ltig'iga qarab uzun belakdek so'zilgan edi. Qizil dengizning yuzida bir necha beliqchi kemasi bilan qiyiqlar uzib yurishadi. Bu kemalarning ba'zilari yanada qadimiy uslubdagi yelkanlik jang paraxodlarining uslubini saqlab qolgan bo'lib, nihoyatmi chiroyli ko'rinadi. Feks kasbiy odati bo'yicha kishilar orasida ma'lumotdi. U ketib o'tib har bir kishining harakatini dangsaytdi. Mongoliya yetib kelmayla u jiddiylashga boshladi. Soat 10:30 bo'ldi. Hey, bu paraxod kelamigidek. Feks Pirstondagi soatning dong urganligini angladi. Kelishga oz qoldi. Paraxod bu yerda qanchalik uzun to'xtaydi? 4 soat to'xtab ko'mir qachilaydi. Chunki Suvayshdan Qizil dengizning chiqish eg'izi odam portigacha 1310 dengiz mili oraliq bor. Shunga yiqilg'uni to'liq qachilish kerak. Bu paraxod Suvayshdan bevosita bombay qarab mang'amdi. Bevosita mang'adi. Oraliqda yo'lovchilar tushib chiqmaydi. Bu gapcha yeliqi o'g'ri mush yo'lda mangsa, ham mushu paraxodga chiqsa, chuqum Suvayshda tushib qolishni plan qiladi. Ondan Gollandiya yoki Fransiyaning Osiyodagi mustamliklariga qarab mang'adi. U Hindistonning Angliya tavalligida ekanligini, shunga Hindistonda bexatar emasligini aniq biladi. U noiti yomon ablah bo'lsa, bo'lmasa Londonda yushirinib turishning, chet elga qochib ketishning ko'p yaxshiligi sizga ma'lum. Konsul so'zini tugatib, ancha yiroq bo'lmagan konsulxonaga qarab mangdi. Feks o'yinib qoldi. Bu o'g'ri cho'qim Mongoliyada. Navoda bu ablah Angliyadan ayrilib Amerikaga bormoqchi bo'lsa, undaqda Hindistonda menish eng ko'ngildagidek yo'l. Chunki bu yo'lda saqchining nazorati har qanday yo'ldagidan bo'sh. Ya'ni kelib Atlantik okeanda kuzatmoqchi bo'lsa-mu, qiyinchilik ko'p. Feks fikr yurgizayotgan chaqda quloqni yarg'idek gudik ovoz anglandi. Paraxod yetib kelishiga ozlik qilgan edi. Top-top hammonlar, ma'dikorlar xuddi o'zi cho'lib ketgan hardek portga qarab oqdi. Ular yo'lovchilar orasida qistilishib, ularning kiyimini paskina qilib o'tdi. 10 necha qiyiq qirg'oqdan ayrilib, Mongoliya nomli paraxodga qarab mangdi.